Dikşemizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaşım nöbetlikçiye. Şangan müstakilçileri Prezident Sayınmını kucağılap yeni egilik hukuk doğrusu sözleştiği mavzulu haber 11. ayının 25. gün Fenvi Tor beti ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Şangan Memuriyeti Ali Sot Mahkemesi Kanun Çıkarış Komitetinin azasılık salayetini elbetken Şangan müstakilliği taraftardır. Yeni yaşla yeni siyasi partisinin azaları Yuhijin Tayvan'ın prezidenti Sayınmın hanımga xat yazıp yeni rayon egilik hukukunu eğazga aldı. Bu iş münazır qozgıdı. Angliya bilen Jungo 1984 yılı Jungo Angliya Birleşme Bayanatı ilan kılıp 1997 yılı Şangan'ın hukukunu ötküzüp berişini belgiligen. Berip çetilediğin zemin teritoriyeli cümleden Manchun hükümeti Angliyaga kesbegen Şangan arılı. Jolun yerim arılı. Hem de icar gelişten kelgen yak. İcar eleşkilik kesberge yeni yer ve yeni jolunu öz işçigal attı. Yeni yer ve yeni jolun dege yelanımı icar bir işlekte de Angliya kesbergen idi. Tayvan erkinlik vaqt gazeti 11. ayının 22. günü haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Yuhijin yazgan xetida agar Angliya Jungo Birleşme Bayanatının endi önemi bolmaydigan bolsa, Junhua Mingo hükümeti Şangan yeni rayonunun orni meselesi meydanını bildiriş gerek. Demek Şangan için bugün Tayvan özünün siyasi meydanını bildiriş gerektir. Birleşim bayanat önümden kaldı. Erkinlik gizli haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Yuhijin yazgan xetida memleketli xalq vakillar qurultayı Şangan'ın asası kanunun negizli kanunun şer'iyle geldiği negizli kanundaki belgelemelerge xilaplık kılganlık bulup asası kanunun mesela Şangan'ın negizli kanununu memleketli xalq vakillar qurultayının şer'iyle geldiği del şu negizli kanunun royu xilap bulup Birleşme Bayanatının alakadar maddeleri bilen qayçılışıdır. Ve Jungo Angliya Birleşme Bayanatını önemsiz kılıp koyuldu. Xatamında görüstüldü. Angliya Jungo Birleşme Bayanatı Jungo'nun Şangan'a egilik hukuk yürgüzüşünün asasıdır. Birleşme Bayanat önümünden küçüden kalıdığan bolsa, Junhua Mingo hükümeti hele hem Şangan'ın egilik hukuk meselesi de 3 parça şart namını saklap duruptu. Şunu Junhua Mingo hükümeti, Junhua Mingo'nun asası kanunundaki yeni rayonunun ordunu ve onun haslığı boyunca Şangan doğrusu da hükümet meydanını şerh lazım. Hatta şundak değildi. Erkinlik gazetinin torbiti bu xatның mazmununu ilan kılgandan keyin Şangan matbuatları arka-arkadan haber kılıp derhal tarqatdı. Şangan'ın egilik hukuku 1842 yılı Apiyun urushida mağlup bolgandan keyin Manchun hükümeti Angliya bilan Nanjing shartnomasini imzolab Şangan arılı, Yangju ve yakın atrofdagi orollarni Angliyaga abadiy kesib bergan. 1860 yılı Manchun hükümeti Angliya bilan Beijing shartnomasini imzolab Jolun yerim orolini Angliyaga abadiy kesib bergan. 1898 yılı Angliya bilan Manchun hükümeti Şangan'ın chegarasi ve ordu doğrusu da shartnoma imzolab Manchun hükümeti Şinjin deryasının janubini Jolun chegara yolunu bu yolun şimal tarafını sharqda Dapingvanni g'arbda Şinjin qo'ltiqigacha mushraylarning hammasini Angliyaga kesib bergan. Tabii cemiye 200 dek aral kesib bergan. 366 bin kvadrat İngiliz keladigan zaminni 99 yıl muddatda Angliyaga ijaraga bergan. 3 part shartnomaning asl nusxasi Gomindan hükümeti Tayvanga elib kelgan.
Hozir Junhua Mingo Tashqi ishlar ministrligining materiallari qatorida Taybey davlatlik Gogon sarayida saqlanmoqda. Bu yerda bir gap, hurmatli vatandoshim, Shanganning mustaqillik tarafdori bo'lib saylamdan o'tgan qonun chiqarish komitetiga saylangan. Lekin xalq vakillar qurultayi uning salohiyatini a'zo bo'lish salohiyatini amaldan qoldirgan. Yo'xuijin xonim kichik yosh bir qiz bola. Bu hozir Tayvandagi prezident Tsai Ing-wenga xat yozib, Shanganning egilik huquqi sen ega bo'lishing kerak dedi. Hozir endi bu bosh keltirilayotgan zamonlar ayni vaqtda Manchun hukumati bilan Angliya hukumati o'rtasida tuzilgan shartnomalar bo'yicha, masalan, Nanjing shartnomasi, Beijing shartnomasi bo'yicha tuzilgan shartnomalar bo'yicha qancha yuzdak orolni ijaraga berish, Shangangni kesib berish, ijaraga berish shaklida Angliya kesib berishdan iborat shundaq jarayonni tamomlagandi. Lekin bu hujjatlarning hammasi deydi, ayni vaqtda Jungoning qonunliq hukumati hesaplangan Kuomintang Kuomintang hukumatining qo'lidagi hujjatlar deydi. Dal mush hujjatlarga asoslanib, sen bugungi kunda Tayvan doiralari, ya'ni Tsai Ing-wen xonim prezident Shangang to'g'risida ifoda bildirishing kerak. Bu yerda endi shunday savol qo'yildi ekanki, vaqtda qonunliq hukumat deb Jungon tunuganligi uchun xalqaro jamiyat Shangangni Jungoga qaytarib bergan. Bu yerda ayni chog'da Shangangni Tayvanga qaytarib berish mumkinchiligi bor edi. Chunki Tayvandagi Kuomintang hukumatining Junhua Xalq Jumhuriyatining Junhua Mingo hukumatimi kechiringlar, Jungoning qonunliq hukumati. Nima uchun qonunliq hukumat? Bu yerda bir qoida va xalqaro jamiyat Junhua Mingoning Tayvandaligini e'tirof qilandi, qilmadi bu ikkinchi gap. Chunki sen Kompartiya Beijingda ishga urush qo'zg'ab, inqilob qo'zg'ab, Kuomintangni ishga quruqlikda og'dirding yoki Kuomintangni ishga uruqlikdan qo'g'lab chiqarib Tayvanga avatding. Biroq sen Kuomintang partiyasi va bu hokimiyatni yo'qota olmading ya. Sen bu Kuomintang partiyasi bu hokimiyatni yo'qotmaganiga ish qanday qildi? O yani shu qonunliq hukumat o'rin turaverdi. Men Junhua Mingo hukumati, Jungoning hukumati davrida sen uni yo'qotmaganiga shu davrda. Shuning shunday qoidalarni hisobga olganda, ayni chog'da Shangang asli Junhua Mingo Tayvanga qaytarilib berish kerakmidi yoki Junhua Xalq Jumhuriyatiga qaytarilib berish kerakmidi? Bu yerda xalqaro jamiyatning misol xatoligi bor. Nima uchun Jungo qaytarib berdi? Nima uchun Junhua Mingo? Faqat bu yerdagi bir rasmiyat. Junhua Mingo Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan chiqarildi. Uning o'rniga Junhua Xalq Jumhuriyati kirdi. Shuning uchun biz Shangangni u yoqqa qaytarib berdik. Endi bugungi kunda Shangang mustaqilchilar nima deydi? Sen Tayvan egilik huquq masalasi bo'yicha Shangangga gap qiladigan vaqt keldi. Sen bu gapni qilishing kerak, da'vatda vatandoshlar. Ishning jarayoni mana shunday.